Sportsmen bo'lmasangiz, bu videoni o'tkazib olishni tavsiya qilaman. Chunki bu videoni ko'rib bo'lib, ketkazgan vaqtingizga achinib qolishingiz mumkin. O'shaning uchun o'tkazib olsangiz ham bo'ladi. Sportsmenlar bo'lsa, bu videoni o'tkazib olmanglar. Hozir men O'zbekistondagi barcha sportsmenlarga challenge e'lon qilmoqchiman. Kim bu challenge-ga atvet qilsa, o'zimda Instagramga tashlab qo'yaman. Faqat O'zbekistondan emas, dunyoning любой точкasidan bu challenge-ga atvet qilsalaringiz bo'ladi. Bu uchun bizga bitta bakalashka kerak bo'ladi. Hozir challenge nimalardan iborat ekanligini ko'rsatib beraman. Agar meni sekundimdan oshirsalaringiz, Instagramga qo'yib beraman. Bakalashkani oyoq bilan qisamiz. Sizlarga yana bitta chans. Shu videoni kommentariyasiga 30 ta komment yozib, shu videoni Instagramga qo'ysalaringiz, sizlarga obuna bo'laman. Hammalaringizdan atvet kutib qolaman. Yana aytgancha, bakalashkani ichida suv bo'lishi kerak. Suv bo'lmasa hisobga olinmaydi.